Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Sirojiddin Alimnazar. Ushbu video murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda O'zbekiston xalqi uchun. Biz anchadan buyon bir loyiha ustida ishlab kelayotgandik. Ushbu loyiha nomini Qalb birligi loyihasi deb atadik. Ushbu loyiha haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu loyiha maqsadi nima? Ushbu loyihamiz maqsadi yurtimizda kambag'alchilik va jinoyatchilikka barham berish, yoshlarimizni sog'lom fikrli qilib tarbiyalash, yurtimizda eng yetuk mutaxassis kadrlarni yetishtirish. Ushbu loyihamizda qanday imkoniyatlar bo'ladi degan savol bo'lsa, qanday yo'nalishlar bo'ladi degan savol bo'lsa, birinchi yo'nalishi biz o'zimizni ta'lim tizimimizni joriy etmoqchimiz. U ta'lim tizimida chet eldan mutaxassis yollab, o'zimizdagi mutaxassislarni malakasini oshirib va yosh kadrlarimizni yetishtirib, ularni yana chet elga yuborib, malaka oshirib, yana o'z yurtimizga qaytarib, yurtimizda rivojlanishiga yana ko'mak qo'shishimizni maqsad qildik. Ikkinchi yo'nalishimiz bu o'z budjetimiz bo'ladi. Loyihamizning o'z budjeti bo'ladi. Bu budjet davlat himoyasida va davlat daxlsizligida bo'ladi. Ushbu budjetimizni kimga va nimaga naf tegadi desa, ushbu budjetimizdan xalqimizning tadbirkorligi uchun har qanday muammolari bo'lsa, iqtisodiy muammolari bo'lsa, ularga ko'mak berib, tadbirkorlik uchun foizsiz kredit ajratamiz. Foizsiz kredit ajratib va undan tashqari agar tadbirkorlik va dehqonchilik sohasi bilan shug'ullanishmoqchi bo'lsa, ularga yanada ko'mak berib, yanada bor imkoniyatimiz boricha barchamiz bir bo'lib ko'mak berib, kerak bo'lsa mutaxassis yollab, nima kerak bo'lsa barchasini yaratib, ularni qo'llab-quvvatlaymiz ushbu budjetimizdan. Keyingi sohamiz ish o'rinlari yaratish. O'zimizda dehqonchilik sohasini yo'lga qo'yamiz. Ishlab chiqarishni klaster usulida amalga oshiramiz. Bu ham xalqimizni ham ish bilan ta'minlaydi, ham mahsulotlarimizni arzon narxda chiqishiga sabab bo'ladi. Ish bilan shu o'rinda xalqimiz ham ish bilan ta'minlanadi, yaxshi maosh bilan ta'minlanadi. Ushbu loyihamizda kimlar a'zo bo'la oladi? Bu loyihamizda bu hayotda yashashdan maqsadi bo'lgan har qanday sog'lom fikrli inson a'zo bo'la oladi. Ya'ni ko'mak ola oladi. Biz bilan birga ishlay oladi. Bizga bu loyihamizga kimlar kerak? Bizga o'qituvchilar, tadbirkorlar, huquqshunoslar va yurtimiz ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shuvchi har qanday inson bizga kerak. Agar ushbu loyihamiz sizga qiziq tuyulgan bo'lsa, sizda yana bulardan tashqari yana qandaydir reja, fikr bo'lsa, biz bilan bog'laning. Bizga imkon boricha ko'magingiz tegsa, juda xursand bo'lardik. Agar bizni bu loyihamiz amalga oshib, xalqimizga naf tegsa, biz bundan juda ham xursand bo'lardik. Bu loyihamizda qarshiliklar bo'ladi degan bir fikr bor. Chunki bu loyihamizni monopolist va korrupsion jamiyatlarga juda katta ta'siri ko'rsatilishi kutilmoqda. Shu sababdan prezidentimizga iltimos qilib qolgan bo'lardim. Bizga befarq bo'lmasinlar. Ushbu loyihamizni albatta bu video murojaatim prezidentimizga yetib boradi degan umiddaman. Bizni korrupsion va monopolist jamiyatlar orasida qolib ketishimizga yo'l qo'ymasliklaringizga umid qilamiz. Avvalambor barchaga rahmat. Ushbu videoni tarqating. Kerakli insonlarga yetib boradi degan umiddaman. Barchangizga omad. Sog' salomat bo'ling aziz vatandoshlar.